Yevropada bahor keldi. Mana sariq gullarni qarang. Bu sariq gul bo'lganda bu qanaqadir yog' olar ekan, bu nomini bilmayman to'g'risi. Daraxtlar endi mana barg chiqarishni boshladi. Marsel taraflarda уже chiqib bo'lgan, barglar уже obdon. Bu yerda hozircha endi chiqyapti. Chunki hozir men Fransiyaning Nantes degan shahridaman. Bug'doy. Poliyada bir insonni ko'rmaysizlar. Hech kim yo'q. Bu esa o'sha o'rtalarda onda-sonda chiqib qoladigan bir qishloqcha bu. Yevropaning qishlog'i endi, ya'ni shunaqa. Mana uylar oddiy, mashinalar ham oddiy, hech kim bunaqa hashamat uy quray, bundan o'tib ketaman. Yer bilan bitta bo'yatdi uylar. Bu kichkina pastakkina uychalar. Hamma bir xil yashaydi bu yerda. Farq yo'q. Qancha puli bor, qancha puli yo'q. Bu yerda pul gapirmaydi. Bu yerda aslida odamgarchilik, odamiylik ya'ni. Shunaqa. Qishloqda 50lik yo'l tugadi. 70 ga chiqaramiz, undan keyin 90. Mana shu sariq gullar. Mana bu yoqda yana ogohlantirib qo'yadi. Oldinda panma bor, radar bor deb ogohlantiradi mana. Radarlar ham katta. Qani yoshirib qo'yadi yo'q bu yerda. Ochiqchasi qo'yib qo'yadi. Tushmanglar deb qo'ysa, bizda tushinglar deb qo'yadi. 90. Antirada tırrık qildi.